birodar, labbay. Inshaalloh Ramazon oyi kirib kelishiga oz fursat qoldi. Bir qandaydir reja qilib qo'yaylik Ramazon oyiga. Inshaalloh qilamiz. Alloh qodir qilguncha. Bismillahirrohmanirrohim. Imkon qadar har kecha 2 rakat tahajjud namozi o'qishimiz kerak. Inshaalloh qadr kechasini topadigan bo'lsak, yangi oy tahajjud namozini o'qiganlik savobini olamiz. Imkon qadar har kecha 2 marta Ixlos surasini o'qishimiz kerak. Inshaalloh qadr kechasini topadigan bo'lsak, 1000 oy Qur'oni Karimni xatm qilganlik savobini olamiz. Inshaalloh. Imkon qadar har kecha qandaydir mablag'ni bo'lsa ham sadaqa qilib ajratib qo'yishimiz kerak. Inshaalloh qadr kechasini topadigan bo'lsak, 1000 oy sadaqa qilganlik savobini olamiz. Inshaalloh. Yana bu ma'lumotlarni imkon qadar ko'p tarqatsak, qanchadan qancha insonlar biz sabab bu amallarni qiladigan bo'lsa, bizlar ham o'sha savobli amallariga sherik bo'lamiz. Hammalarimizga qadr kechasini topishlikni Allohim nasib qilsin. Muborak Ramazon oyi hammalarimizga barokatlar, ko'plab yaxshiliklar olib kelsin. Ramazon muborak.